Savolni o'qiyman. 23,2 gramm modda yonganda 48,4 gramm karbonat angidrid, 9 gramm suv va 10,6 gramm natriy karbonat hosil bo'ldi. Moddaning 0,5 molda nechta vodorod atomi bor deyilyapti. Biz birinchi bo'lib buni ishlashda hech qanaqa reaksiya ham yozish kerak emas. Oddiy usuli bor. Ya'ni karbonat angidridning miqdori topiladi. Suvning molini topdik va natriy karbonatning molini topdik. Karbonat angidrid tarkibidagi uglerod atomlar sonini moliga ko'paytirdik. 1,1 uglerod. Suv tarkibidagi vodorod atomini topish uchun molini ko'paytirdik. Bitta vodorod atom bor ekan. Natriy karbonat tarkibida 0,1 ga ko'paytirdik. 0,1 uglerod atomi, 0,1 uglerod atom bor ekan. Ana endi bizda 1,2 mana bu 1,1 karbonat angidridga natriy karbonatdagi uglerodni qo'shuvdik. Jami uglerod atomlari 1,2, natriy atomlari esa bitta ekan. Bizda mana bu yerda 6 bo'ladi. 5 yozilib qolibdi. Yaxtlash uchun 5 ga ko'paytirib yuboramiz ikkala tarafda ham. Shunda 6 ta uglerod atomiga 5 ta vodorod atomini kelib chiqadi. Birikmamiz tarkibida natriy bor, bilib qo'yishimiz kerak. Bu benzolga natriy to'g'ridan-to'g'ri birikmaydi, kislorod orqali birikkan bo'ladi. Topadigan bo'lsak, bu S6H5, ya'ni natriy fenolit ekan. 1 molida 5 ta vodorod atom bo'lsa, bizda 0,5 mol so'ralgan, 2,5 ta. Endi bu masalada nechta kislorod borligini qayerdan bildingiz? Ikki asosli bo'lishi mumkin. Natriy karbonatni ham desak, natriydan bu yerda 1 ga ko'paytiradigan bo'lsak, ikkita natriyni 0 ga ko'paytirsak 0,2 bo'ladi. Mana bu yerga 0,2 ni qo'yib, uni ham 5 ga ko'paytirsak, bitta natriyli kelib chiqadi. Shundan bir dona kislorod atom borligini topib olishimiz mumkin. Demak, to'g'ri javob D.